Uzdul HTML dersidagi 14-chi qism HTML bet to'g'rilashtirish. Birinchi tor bekatni o'rlashtirish. Tor bekatdagi mazmunlar jurnal yoki gazetaga o'xshash ma'lum qoida bo'yicha tartibli holda o'rlashtirildi. Biz div yoki table element orqali ko'p qurollardagi bet loyihasini amalga oshira olamiz. Uning CSSni moslashtirish orqali bet qurilmasi va har qaysi bo'lakning o'rnini belgilaymiz. Ham shundaqla har xil go'zallashtirish unumlarini qo'sha olamiz. Table jadval orqali betni o'rlashtirib bo'ldi, lekin u kasbiy bet o'rlashtirish qurol emas. Undaqda biz table orqali o'rlashtirilgan betni ko'rib boqaylik. Masalan, qaraydigan bo'lsak, betniki hozir mayaga betning ust qismi keldi. Mayoqqa sol taraf tizimlik, o'ng taraf mazmun, ostiga nashr huquq uchur kelgan bo'lsa, buningki tabledagi kodi body qismidan boshlangan o'rni qaraydigan bo'lsak, table kengligi 240 holatda, andan keyin tr deganimiz, buningki bu tag rangini belgilabdi. Buningki bu mazmuni. Mazmun qisminiki temasi. Andan keyin bo'lakdan bo'lakcha buningki sol tarafdagi bu menu HTML, CSS, JavaScript degan meniki asosliq bu sol tarafdagi qismi. Tizimli qismi. Andan keyin buniki ostiga mayaga mati orqali o'ng tarafdagi mazmun qismi, oxirida yana bir tr orqali buniki ostidagi nashr huquq uchurini ko'rsatgan. Hamda mushunga o'xshab ketilgan holatdagi iqtidorni amalga oshirishda hamda yana div element orqali bet o'rlashtirsak bo'ldi. Unki divnikini ko'rgan bo'lsak, buni o'xshashlar ustidagi tema sol taraf tizimlik, o'ng taraf mazmun, ostida nashr huquq uchuri holat kelgan bo'lsa, buni biz CSS kod orqali bu mayada divninki mazmun qismi, bosh bet qismi, tizimlik qismi deb mayada belgilabla buning CSS kodini yozamiz. Ostiga kelganda mana ust qismi, tizimlik, mazmun qismi, ast qismi deb buni har birisini birdan div qilib, bularningki ID qiymatini mayada bekitib, ID qiymatiga mos soldagi CSS kodni mayada belgilasak, buningki shu belgilangan qismidagi tag rangining kodi, shu egizligi, kengligi, buniki to'g'rilanish holati sol tarafga to'g'rilangan deb ma'qulat keladi. Anki tableda call spanning ishlatilishiga diqqat qilish kerak. Bu call span degani nima deganda, masalan, mayada call span tang 2 deb ishlatilgan. Chunki ustidagi tr da mayada td dan 2 ni ishlatgan. td deb. Shunga ustidagi qurda hisobda mayada 2 tal td va hamda ostida birla td ishlatib mazmunni o'ttirib to'g'rilash uchun bu yerda call span degan qimmatiga qarta call spanni biz 2 deb qimmat versak mayada, demak bir td meningki 2 td ning o'rinchilik o'rnini egalladi degan ma'noni ifodalaydi. Ikkinchi CSS ni ishlatishning ortiqchiligi CSS hujjatni ayrim hujjat qilib qo'yib ishlatganda torbat uslubini qo'llash ko'p qulaylik bo'ladi. Misalda CSS kodini bevosita ustiga qo'ydik. Biz buni ayrim bir hujjat altida saqlab, mayadagi CSS kodni andan keyin buni betga ulash orqali qilsak, betning uslubini o'zgartgan vaqtimizda mayaga chiqilmaymiz. Bevosita shu CSS hujjatni o'zgartsak bo'ldi. 3-yuqori darajalik torbat loyihasini qurib, ko'p vaqt va yuqori texnik talab qilgan xizmat. Shunga tayyor uslublarni ishlatish oqilona tanlash hisoblandi. Ko'plagan sistemalarning haqsiz uslublarini tor bekatdan tushirgan bo'ldi. Masalan, uzun tor bekatimiz ta'minligiga Uycom sistemasining ko'plagan uslublarni tor bekatlardan haqsiz tushirib ishlatishga bo'ldi. Bu orqali ko'pchilik o'zining vaqti va zehniy quvvatini tejab, asosli o'zining zehnini tor bekatning mazmuniga qartalaydi.